ahli sunna val jamoaning eng yirik 4 ta mazhablari orasida ilmiy nuqtai nazardan kelib chiqib bahs va munozaralari bor. Albatta 4 tala mazhabni ham keltirgan dalillariga, yo'l yo'riqlariga hurmatimizni saqlagan holimizda ularni rost va to'g'ri deb qabul qilmoqligimiz kerak. Endi biz oddiy musulmon namozxonlar to'g'ridan to'g'ri Qur'oni Karimdan yoki to'g'ridan to'g'ri Payg'ambar alayhisalomning sunnatlaridan, hadislardan hukm chiqara olishlikka salohiyati yetmaydigan, ilm quvvati yetmaydigan inson, oddiy namozxon fiqhiy masalada har xillik bo'lib turgan bir mahalda qaysinisini olishligi kerak? Shu yerda o'zimiz oddiy namozxon o'zi yashab turgan hududidan kelib chiqib, o'zi yashaydigan hududida keng tarqalgan mazhabdan kelib chiqib, o'sha mazhabga ergashishligi vojib hisoblanadi. O'sha mazhabga ergashishligi va o'sha mazhab chiqarayotgan fatvolarni, o'sha javoblarni qabul qilishligi lozim hisoblanadi. Xo'p, biz O'zbekiston diyorida, O'zbekiston yurtida yashashligimizdan kelib chiqib, bizni yurtimizda ko'p yillardan beri Hanafiylik mazhabi asosida ibodatlar amalga oshiriladi. Demak, agar har xillik bo'layotgan bo'lsa, bir masalada tushunmovchiliklar bo'layotgan bo'lsa, tabiiyki Hanafiylik mazhabi asosida o'sha masalaning javobini topishlikka, topgan taqdirda o'shani qabul qilishlikka harakat qilishlik kerak bo'ladi.